Shayton alayhilana Musa alayhisalomning huzuriga kelgan ekan. Shayton endi bu shayton. Ey Musa, men sendan bir narsani o'tinib so'rayman. Men seni Rabbingga tavba qilmoqchiman. Alloh meni tavbamni qabul qilsin, Allohga buni yetkazgin dedi. Musa alayhisalom juda xursand bo'lib ketdilar. Juda xursand bo'lib ketdilar. Allohning huzuriga borib roz etganlarida so'ragan ekanlar, Rabbim shayton alayhilana tavba qilmoqchi. Qilgan gunohlariga pushaymon bo'lib turibdi. Uni tavbasini qabul qilasanmi deganda, ey Musa, bu shayton, bu yolg'onchi, bu tavba qilmaydi dedi Alloh. Shunda mayli, meni bitta shartim bor. Odamni qabriga borib sajda qilsin. Ana undan keyin uni tavbasini qabul qilaman dedi. Musa alayhisalom kelib bu gapni aytdilar. Endi sen borib odamni qabriga sajda qilasan deganda shayton aytdiki, odam tirikligida men sajda qilmaganman-u, o'lganida qabriga sajda qilaman. Shunchalik takabburlik, manmanlik. Shunda mayli, endi menga yaxshilik qilding. Allohning risolatini topgan payg'ambarsan. Shafaat so'rab bording. Men ham senga bitta yaxshilik qilaman Musa dedi. 3 ta nasihatim bor, shu nasihatga quloq solgin. Bu gapim yolg'on emas. Bu shaytonning har bitta so'zi yolg'on, fitna, fasod, adashtirish. Lekin 3 ta narsani men senga nasihat qilaman. Agar shu nasihatimga quloq solsang, senga balo yo'q. Ya'ni bu nasihat hammamizga. Birinchi nasihatim, g'azab kelganda meni eslagin. G'azab kelganda tomirlaring bo'rtib, ko'zing qizarib, o'zingni unutib, og'zingga kelgan gapni o'ylamasdan chiqaradigan payting men esingda turay, yuraginggacha kirib kelaman. Tanangda, jasadingda, qon tomiringda qanday yugursa, insonning jasadida men ham xuddi qonga o'xshab yuraman. G'azab kelganda meni eslagin ey Musa, balolarga giriftor qilib yuboradigan, insonni hatto qon to'kib bir-biriga zulm qilishga sabab bo'ladigan falokatlarni insoniyatni boshiga solaman. Ikkinchisi, jang maydonida meni eslagin. Dushmandan orqangga qochayotganingda bola-chaqangni ko'zingga men chiroyli qilib ziynat qilib ko'rsatib qo'yaman. O'lib ketaverasanmi? Xotining yosh qolib turibdi. Bollaring endi holi nima bo'ladi deb insonga ziynatlantirib ko'ziga ko'rsatib qo'yaman. Ana o'shanda orqangga qarab qochasan, yurtingni saqlashdan ham, boshqa narsa ham ko'zingga ko'rinmaydi. Jangdan qochib ketayotganingda eslagin. O'sha paytda ham men vasvasa qilaman. Uchinchisi, nomahram ayol bilan birga o'tirganingda men esingga kelay. Ikkita nomahram erkak va ayol bir joyda bo'lsa, uchinchi shayton ekan. Nomahram erkak ayol yolg'iz qolgandan keyin bu birovning xotini bo'ladimi? Birovning kelini bo'ladimi? Uchinchisi shayton bo'lib turar ekan. Ana o'sha paytda men esingga kelay, baloga giriftor qilaman. Bola chaqasidan kechib ketayotgan erkaklar bor, ko'zi ko'r bo'lib qolganlar bor. Ota ham ko'rinmayapti, ona ham ko'rinmayapti. Farzandlarini tashlab xonadondan chiqib ketayotganlar bor. Ana o'shanda nomahram bir begona ayol bilan o'tirganingda ikkita odam birga o'tirsa, bilginki uchinchisi men bo'lib turaman dedi shayton. Ya'ni shu narsalarni men senga nasihat qilaman. Bularni bilib qo'ygin. Haqiqatdan ham shayton zulm qiladi. Odamga har xil narsalarni ziynatlantirib ko'rsatadi. Ana o'sha paytda shulardan bittasi g'azab kelganda, g'azabni ichingga yutkin. G'azab qilmagin. G'azab qiladigan bo'lsang, bu g'azab orqasidan har xil balolar keladi. Ko'zimizga hech narsa ko'rinmay qoladi, o'zimizni bilmay qolamiz. Hali yetdim, bu insonning fitratida bor, insonning qonida bor. Har xil holatlar bo'ladi. Har xil odamlar asabiyni buzishga harakat qiladi. Lekin ana o'sha paytlarda xalq oldida bo'ladimi, boshqa joyda bo'ladimi, xonadonda bo'ladimi, odam o'zini qo'lga olishga harakat qilish kerak ekan.